Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimizning podpисчиklari do'stlar. Bugun Sputnikda biza 3 xonali kvartirani pulini 2 etaj 110 kvadrat bo'lgan hovli joyini qo'yib beramiz do'stlar. Esa onda ketdik. Bu yanlarimizda zilon zonalari, kanalizatsiyalari bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q do'stlar bu yerda. Eshiklarimiz ham sifatli yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Eshiklarni ham stupenkat qo'yibdilar. Girganimizdan bir 5'e 4 düşedi bu. Holumuz. Özlerimiz zamanı yaşadıklarında dalanımız. Girgenden çap tarafta rakvina mesası olalı. Bir de yana pirxoşkaları. Bir yan tarafımızda buradan registr tasavvur edilen. Birinci etajda registr vardı, ikinci etajda töplük pol. Her bir kanal için toşlara tasavvur edilen. Lesinsalar, kuyma lesinsa dostlar. Ya neymetina, kuyma lesinsa. Lesinsasam. Birimizde podvolnamiga. Podvolu boyna do'stlar bu yerda. Bu yoqda endi kuxnyamiz oladi. Girganimizda yana bu yerda yana xolodilnik messasi. Kuxnyamiz izatilib tayyor turibdi. Bu yerda yana gaz plitasi, vichkalar sensorli zamonaviy rakvinalari bilan qo'yilgan. Bu yon tarafimizda yana nastelniy kotyol bo'ladi do'stlar. Bu yanımızda bir xonamiz oladi. Bu yerimizda bir xonamiz ile spalnyamiz. Bu yan tarafda yana bir spalnyamiz bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganlaringizning bedeni yana bir spalnyamiz oladi. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan. MDF eshiklardan. Bu yanımızda bog'imiz oladi. Bağımızda gösterdik. Bir barbekü zonası koysanız da boladı. Bu yan tarafımızda sanuzelimiz birinci etajda. Sanuzelimiz boladı dostlar. Restolgaram koyulup tayyor holatında turdi. Pulunu aytib o'tdik do'stlar. Yana bir aytib o'tsak. 110 kvadrat Sputnikda 2 etaj joy. Do'stlar, ikkinchi etajga chiqqan lesinsamizdan quyma oladi. Chiqib kelganimizdan shu yerda yana bir xonamiz bu yerda. Bu yerda zalimiz, sanuzelimiz, yana bir spalnyamiz oladi. 2 spalnya, bir zal tushgan tepada. Sonda birlanchakdan ko'rsatamiz. Zalimizga kirsak, mo'ysha bo'ylagan urilgan devorlarimiz afoplastik oynalar qo'yilgan, lyustralar qo'yilib, tayyor holatida. Xolos altida bir shkaf. O skrit etib o'rnatib bersangiz ham bo'ladi. Eshiklarimiz yaxshi eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Ham yerimiz laminat bo'lgan ikkinchi etaj. Ko'pli pol. Bu yerimiz spalnyamiz, deski spalnya qo'ysangiz bo'ladi bu yerimizda. Eshiklarimizni ko'ringlar do'stlar. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Bu yerda yana ikkinchi etajdagi dushovoyimiz bor. Do'stlar. Pollarımız laminat pol. Köprük pol ham yerimiz do'stlar. Bu yanda yine shunday görünüşte xonamiz. Do'stlar, pulini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, pulini 730 milyon deb turibdi. Bu pula do'stlar 3 xonali kvartira berib turibdi hozir. Taza dolmada 3 xonali kvartira berib turibdi bular. 3 xonali kvartiranın puluna 2 etaj 110 kvadrat. Mesta poложениесini aytib o'tsak, Sputnikda oladi yo'lning ustida, yo'lning ustuna yaqin yerda joylashgan mesta poложениесі. Esa onda do'stlar pulni aytib o'tdik. Kimni qiziqtirgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz, murojaat etsangiz kelib ko'rsatamiz.